Menga bir savol keldi qo'limga. Savol: Qora aka, assalomu alaykum. Men o'z mahallamdagi kichik masjidga namozga chiqaman. Mahalladosh qora akamiz imomlikka o'tadilar. Namoz boshlashda quloq qoqmaydilar, qo'llarini ko'kraklariga ko'tarib qo'yadilar va har rukuga ketish oldidan ham shunday qiladilar. Bu payg'ambarimizdan sunnatmi? Biz ham shunday qilishimiz kerakmi? Mana shu mavzular, kelishmovchiliklar qon to'kilishigacha borib qoldi. To'palarga borib qolyapti. Katta g'alvalarga sabab bo'lyapti. Birodarlar, sunnatga amal qilyapti bir odamga bu ko'ziga g'ayri qonuniy ko'rinib, bunga chidolmayapti. O'rtada ikki musulmon bir-biri bilan mushlashyapti, har xil gaplar bo'lyapti. Haqiqatan bizni bu Mavori Nahr diyorida raful yadan qilib namoz o'qishmagan. Mana shu Imom Azam rahmatulloh alayhi mazhabining yo'lini mahkam ushlab shu yo'ldan kelishgan. Endi keyingi paytlarda hadis ilmi rivoj topib, hadis o'qib, ba'zi bir xil olimlar, payg'ambarimiz mana bunday qilib namoz o'qigan ekanlar, biz qilmay yurgan ekanmiz deb raful yadan qilib namoz o'qiydigan bo'lishdi va o'zlarini o'rgatadigan shogirdlariga shuni o'rgatishdi. Ominni mana ichida aytadigan bor, tashda aytadigan bor. Dunyoni hamma joyda musulmon bo'lsa, yarmi omini ovozi bilan aytadi, ichida aytadi. Biroq o'shanda qo'lini mana bu qulog'ini yumshoq joyigacha bunday qilib ko'tarib qo'yadi, raful yadan qilib o'qiydi, biroq qilmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam raful yadan qilib namoz o'qiganlar, qo'llarini ko'tarib namoz o'qiganlar. Quloqlariga bunday yopishtirmaganlar ham. Yaqini olib kelganlar. Endi qachongacha shunaqa bir-birimizni namozimizni unday o'qidi. Namoz o'qiganimizga shukr qilaylik. Shu qorakani o'zidan so'rasangiz, shu qoraka sizga sunnat dedimi? Sunnat dedi. Osmondan olib gapirmaydi-yu. Bor ekan, siz o'zingizga ma'qul kelganini o'qing. Namoz o'qing. Qanday qilib bo'lsa ham namoz o'qing. Qo'ying bir-biringizni bunday shak shubhani tashlang. Lekin bu talassuvga ham arzimaydi. Mustahab sunnat amallar. Bu uchun bir-birimiz bilan dushman bo'lib, bir-birimizni yomon ko'rishimiz uyat. Lekin men yo'q, bu rafuliyadan qilib o'qish yo'q deyolmayman. Parvara olam shunday qilib o'qigan bo'lsalar. Ominni payg'ambarimiz ovozingizni chiqarib ayting degan bo'lsa, men qaysi yuzim bilan, qaysi e'tiqod va iymonim bilan ichingda ayt deyman. Lekin shuni aytaman, ko'pchilikka qarab. Hadisda bo'lsa, kim huquq bergan hadisdagi narsani qilma deyishlikka? Kim huquq bergan shuni qilgan odamni yomon ko'rishlikka? Kimni ummatimiz? Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatimiz. Nimaga janob Sarvari olamni aytganini biz yomon ko'ramiz? Omilni baland ayting, juhudlarni yuragi ezilib ketsin degan bo'lsalar, mushriklarning yuragi ezilib ketsin degan bo'lsalar. Omilni baland ayting, farishtalarga qo'shilsin degan hadisni o'chirib yuboringda, o'chirib yuborsinda kim gapirsa, o'chirib yo'q qilolish qo'lidan kelsa yo'q qilsin o'sha hadisni, sahih hadisida endi ichida aytsin. Bo'lsa, xo'p siz ichingizda aytsiz, xo'p, mayli. Sizga ham bir nima demaymiz. Siz rafuliyadan qilib o'qibsiz, rahmat. Rafuliyadan qilib o'qimabsiz, rahmat. O'qiganingizga rahmat. Musulmon bo'lganingizga rahmat. Musulmonning safi ko'payganiga rahmat. Bir-biringiz bilan ittifoq bo'ling. Qo'ying talashni. Arzimaydigan talashuv bir-biringizni obro'yingizni tushirishga, bir-biringizni dilingizni
uyat qanday bir xil olimlar vahobiylarni urish kerak, qo'lini qayrish kerak, masjiddan chiqadi, uyat emasmi? Xalqni bir-biriga urishtirishga buyurish, bir-birini qo'lini aylantirish, nima degan gap bu? Masjidda ya kimning haqqi bor birovni masjiddan chiqarib yuborishga? Kimning haqqi bor? Hech kimning haqqi yo'q birovni masjiddan chiqarib yuborishlikka. Birovni masjiddan haydagan odam kofir bo'ladi, esingizdan chiqazmang. Iymondan ajraydi. Allohning uyidan qaysi iymon bilan siz haydaysiz birovni? U ham bor, bu ham bor, hammasi bor. Bir tomoniga o'tish bo'lmaydi axir. Qiyomatda men mana shu yerda imomimanmi, Allohning oldida javob beraman. Bugun bu tarozini pallasi og'ir kelsa, u yoqqa o'tib olsam, bu yog'i og'ir kelsa, bu yoqqa o'tib olsam, qiyomatda qanaqa deyman men? dan sahobadan rivoyat bo'lgan bo'lsa, shunday o'qidi deganga. Ish qilib o'sha olimlarimiz ham ilmi o'tkir bo'lgan, taqvosi zo'r bo'lgan, bizdan 1000 marotaba ortiq bo'lishgan, million marotaba ortiq bo'lgan, e'tiqodda ham, ilmda ham. Ular ham bir narsaga suyanib ko'rsatgan. Biz dod deyishimiz kerak, qachonki bitta olim aroqqa ruxsat bor ekan desa, "O, nima deyapsan? Haromni halol qilyapsan, ana arziydi." Dod deyish. Olaver birovni haqqini o'g'irlik qilaver desang, "Ye, ana bunaqa fatvolar. Zino qilaver. Rozi qilaver keyin. Mana bunaqa fatvolar. G'iybat qilaver. Birovni so'kaver, fitna qilaver, adovat qilaver." Ana bunga bir talashib, mana bundoq bo'lyapti deganga arziydi. Cho'chqa go'shiga yo'l topib berdi. Aroqqa yo'l topib berdi, o'g'irlikka yo'l topib berdi. Ana bunga endi joningiz qaynab nima degan gapsi bo'ladi. Nima bu? Ominni ichda aytdi, tashqarida aytdi. Rasululloh nima shu ham talashmi, shu ham bir vau deb bir-birimiz bilan bo'pti, qilgan qilsin, qilmagan qilmasa o'qing ibodatni. Million odam namoz o'qimaydi. Allohga bor gapirmaydi. O'g'irlik qilib yuribdi. Aroq ichib yuribdi. Uni ichkilikdan qaytara olmaysiz. Kalbasa cho'chqa go'shini yeyotibdi, uni qaytara olmaysiz. Kuchingiz ominni bilan aytgan qavmga, birodaringizga yetadi. Ominchi, vahhobiy, uzun soqol, uyat. Ana alkashga gapira olmaysiz, qo'rqasiz. O'g'riga gapira olmaysiz, ko'zingiz oldida o'g'irlik qiladi. Va ularga gapira olmaysiz. Kuchingiz namozxonga yetadi, namozxonga kuchingiz. Uni, bu buni.